180 rubldan shortiklarimiz bor. Akalar 180 rubldan shortik. Qani bittasini qo'yib qo'yingchi. Mana qaranglar. Ishonmaganlarga. Narx 180 rubl mana shortik. Akalar opalar kelaverasizlar, bitta 180 har xil shortiklarimiz bor. Akalar mana qaranglar. Jins shortik kiyaman deydiganlarga xohlagan turidan bor mana. Shimlani turli tumani bor. Oxiri yo'q, bir-biraq kelinglar-da. Akalar qaranglar. Shortiklarimiz. Uzun shortik kiyaman deydiganlarga. Xohlagan turdagi shortiklar bor, ko'rib turibsizlar. Bu tarafiga qarating. Qaranglar, shortikga shim, xullas, shahlo bitta hamma narsa arzon ekanda. Bizni musofirlarga nima deysiz? Bor. Xotin qizlarga, erkaklarga hamma narsamiz bor magazinimizda. Ayollarga ham ko'rsata olamizmi? Ayollarga ham bor. To'xtang, avval erkaklarga ko'rsatib olaylik. Hamma narsani arzonini, keyin ayollarga videoni ko'rsatmaylik. Ayollarimiz uchun juda vibr ko'p. Mana bunaqangi mana shortigi bilan. Mana bular ham hammasi shortigi bilan. Ichida par. Ko'ryapsizlar futbolkachalarimizni. Mana biz sizlarga eng arzon magazinni chiqaramiz akalar. Bu magazinda hamma narsa arzon. Nitolka, shim yoki futbolka hamma narsa topsa bo'ladi. Qaranglar, ko'ylakchalarni xohlagan tur. Bitta vibr juda katta. Mana yerda qaranglar 150 rubldan ham bor ekan tapchikalar. Qaranglar, orqa tarafida o'zi o'tib ko'rsatamiz. Bizda bunaqa murskoy chiroyli ko'ylaklarimiz bor yana. Ko'pmi bundan? Bundan rosa ko'p. Bu taraflarga qarashingiz ham mumkin. Akalar qaranglar. Oxiri yo'q. Bu taraflarda ham rosa arzon narxda kelib ko'rishingiz mumkin o'zingiz. Qaranglar, 350 rubl. Bu yerda bunday futbolkalarimiz bor, hamma razmerlari bor. Kelib kiyib ko'rishingiz mumkin. Shahlo bular ham 350 rublmi? Bular ham 350 rubldan. Qaranglar mana, vibr juda katta. Materialni qaranglar. Mana, rezinka material. Ko'ryapsizlar? Yoza salqin. Kiyganlar o'zi biladi. Arzon haqiqatan 350 rublga. Haqiqatan ham arzon, qaranglar mana yerda. Mana bunaqangi futbolga kiyaman degan akalarimiz uchun. Qarang, bir ko'taring kamerani. Qarang qanday katta. Futbolkani o'zi shuncha ko'rib turganlaringdek. Mana bu tarafi vibr juda ko'p. Tapchikalarimiz bormi? Tapchikalarni ko'rsatamiz, yuring. Qaranglar, 350 rubldan tapchikalar beroq keling. Bu yerda murskoy tapchikalarimiz bor, jenskilarimiz ham bu tarafda bor, rosa arzon. 150 rubldan boshlab to 400-500 rublgacha tapchikalarimiz bor. Men erkaklarimizga o'zim misol ko'rsata olaman-da, siz ayollarimizga nima deysiz? Mana o'zingiz ayolsiz. Ayollarimizga haqiqatan ham arzonmi? Hamma narsamiz arzon, ko'ylaklar olishingiz mumkin, futbolkalar, tapchikalarimiz rosa arzon. 390 rubldan qaranglar. Obuf detskiy aksiya bo'libdi. Qaranglar, 390 rubl. Bu yerda detskiy obuflarimiz 390 rubldan kelib olishingiz mumkin. Hamma razmerlari bor. Kelib, kiyib ko'rishingiz mumkin. O'zingizni tanish bilishlaringizga oldirmadingiz? Конечно. Seriyozmi, to'g'risini ayting faqat. Конечно. Tavsiya berasizmi? Tavsiya beraman. Siz o'zingiz обычный ishchisiz, to'g'rimi? Ha. Men shu yerda ishlayman. Ketdik. Obuf. Ayollarni obufdan boshlaymiz, shahlo erkaklarnikidanmi? Bilmadim. Kelinglar, ayollarnikidan endi boshlaylik birinchi. Sababki hozir erkaklarnikidan boshlaylik. Qaranglar. Qaranglar, ayollarimiz Bu uchun yerda женский bosonojkalarimiz уже летний сезонda hamma obuflarimiz bor. Boshqa saytlarda qimmat narxda topishingiz mumkin, lekin bizda rosa arzon narxda bor, kelib olishingiz mumkin. Tanlashga yordam berasizmi? Yordam beramiz. Bitta nimaga vibr ko'p, odam to'g'risi ko'p bo'lgandan keyin qaysi birini tanlashni bilmay qoladi. Qaranglar. Hamma razmerlarimizdan bor, kelib kiyib ko'rishingiz mumkin. Mana qaranglar, bu taraf, bir taraf, mana qaranglar. Aynalaysiz, mana tufli kiyarsizmi? Bundaqa kiyasizmi, yuring. Mana bunaqa kiyasizmi? Krossovkalarimizni ham qaranglar, ayollarimiz uchun qanaqa krossovkalarimiz bor. Moshina. Akalar, xullas buni tugatib olmaysizlar, qaranglar, qancha katta obuf. Men har bir radiga kirishim uchun buni oxiriga yetib olmaymiz. Bu ayollarimiz uchun qaranglar. Endi u tarafiga biz akalarimiz uchun o'tamiz. Qani, shahlo kelingchi. Akalar qaranglar, yoshi kattalardan boshlaymiz. Hurmatli bastonojga kelgan akalarimizga keling. Ilhom aka baqa qarang. Shahlo Bu yerda erkaklar uchun yozgi faslda bosonojkalarimiz bor, hamma razmerlarimizdan bor. Bu tarafdan ko'rsating, qancha? Endi bir aynaling tarafga qarab. Qaranglar. Vibr juda ko'p. Assalomu alaykum. Apa, yaxshimisiz? Charchaganingizmi? Siz ham shu yerda ishlaysizmi, opa? Haqiqatan ham arzonmi, opa? O'zlaring qarindoshlaringga, tanishlarga tavsiya berasizlarmi? Bular mana ular qanchadan bo'lgan mana? 630 rubldan ekan. Mana yengil sitka, yozga mana moshina, patinka. O'zim ham ko'proq shunaqangina patinkalar kiyaman, obuflar, teshik. Oyog'ingiz tellamaydi, hidlanmaydi, qaranglar mana. Hozir men sizlarga eng arzonini ko'rsataman. Ana shu yerda 390 rubldan bir patok ko'rdim. Ko'rsatsak maylimi? Haydamchi. Qani ketdik. Qaranglar, obuf tugatib olmaysizlar xullas. Turli tuman.
Mana qaranglar, makasinka kelib. Ayollarimiz uchun bu trafi. Aha. Qaranglar. Bu yerda bizda 490 rubldan kiyadi, jenskiy yozda olib kiyishingiz mumkin. Oxirigacha hammasi 490. Ha, bular hammasi jenskiy bizda. Qaranglar, beroq keling. Shahlo, mana shunga nima tavsiya berasiz? O'zingiz ko'rsating-da buni. Bular yozda rosa yaxshi oyog'ingizni terlatmaydi. Apalar qaranglar. Sitka, sifat, yirtilib ketmaydigan to'rttami xohlasalar. Mana. Hech kim mana shunday qilib kiymasa kerak, sababiki sifati baquvvat, любой patinkadan baquvvat. Mana o'zlaring ko'rishlaring mumkin, mana ko'chadi o'ylamaylar. Mana. Sifat haqiqatan ham zo'r. Brend deysizlar, oyoqqa eng udobnisi mana shu sitka. Hidlanmaydi, sasimaydi, udobni, yengil. Bemalol kelib olishlaring mumkin akalar opalar. Biz sizlarga prosta ko'rsatib ketyapmiz eng arzon joyi. Metroga kelsalaring. Adresimiz metro Prospekt Vernanskida. Nechinchi vaqt? 7-vaxtda. Kelasizlar akalar, o'zlaring ko'ringlar. Biz sizlarga aldab yo keki demaymiz, mana qaranglar, skidga bo'lgan narsalar hammasi yerda. Qaranglar. Ayollarimiz uchun narsalar ham bormi? Bor. Qaranglar. Futbolkalarimizni qaranglar. Turli tomon kostyum kiyaman deydi. Akalar kiyibga kiyaman deydigan akalarimizga qaranglar. Xohlagan turdagi kiyibkalarimiz bor. Ichki kiyimlar qaranglar. 150 rubldan boshlanadi futbolkalarimiz. Ko'rib turibsizlar? 100 rublga ham bu. To'xtang. Qarang, bitta ko'raylik narxini. 150 rubl futbolka. Ko'ryapsizlarmi? Akalar, bemalol kelaverasizlar. Vot hammasi 350 rubldan, hamma razmerlarimizdan bor. Akalar qaranglar, apalarimiz uchun qaranglar, bitta qarang. Xohlagan mana short kiyaman degan apalarimiz uchun 440 rubldan shortiklarimiz ham bor qizlar uchun. Uzun ko'ylaklar ham bormi? Uzun ko'ylaklarimiz bor, platye вечерний, hamma platyalarimizdan bor. Bu tarafı shimlar ham qaranglar. Oradan keling, mana. Ayollarimiz uchun klassический и летний shimlarimiz ham bor. Akalar qaranglar, qichichalari farzandi bor, qiz farzandi bilan kiyiladi deganlarga mana uzun ko'ylak, kalta, xullas hammasi bor ayollarimiz uchun. V1 juda katta, bitta emas, ko'rib turganlaringdek. Ayollarimiz uchun uzun va kalta yubkalarimiz ham bor, kelib ko'rishingiz mumkin. Mana bu tarafida uzunlari, bu tarafida kaltalari, xullas hamma xil narsalar bor. Seni mayta shimlar ham bor ekan. Bu yerda qizlarimiz uchun shim bryuklar, jins bryuklar. Bu tarafda esa uzun yubkalarimizdan bor, kaltalari ham bor bu yerda. Ayollar uchun esa jins bryuklarimizdan oq ko'ylaklar bu yerda har xil rasvetkalari bor, har xil razmerlaridan bor. Shimlarni xohlagani bor ekan. Shimlarni xohlagan razmeringizdan, xohlagan rasvetkalaridan topishingiz mumkin. Akalar opalar mana qaranglar. Kostyumcha kiyaman degan opalarimiz uchun mana qanday shim kiyaman deydimi? Akalar bitta V1 juda ko'p. Buni tugatib, uspet qila olmaysiz. Buni kostyum kiyaman deydiganlarga mana qaranglar. Brija kiyaman deydiganlarga let. Xullas hamma narsa juda arzon. Modniy singillarimiz uchun mana qaranglar. Mana bu yerda esa modniy singillarimiz uchun rosa ham chiroyli modniy shim bryuklardan topishingiz mumkin. Har xil ko'ylaklar, har xil rasvetkada topishingiz mumkin. Aka apalar qaranglar, apalarimiz uchun V1 ko'pligini qaranglar, beroq kelinglar. Xullas buni tugata olmaysizlar. Mana bag'iga qarab yurasizlarmi? Bu tarafga qarab yurasizlarmi? Xullas hamma tarafga qarab yursalaring, ayollarimiz uchun juda V1 ko'p. Ayol qizlarimiz uchun har xil pijamalarimiz bor. Har xil rasvetkalaridan, hamma razmerlaridan bor. Bitta juda ko'p V1 qaranglar. V1 juda ko'p. Xohlagan turdagingizni olaverasiz. Akalar mana bu tarafga o'tsalaring, matras deysizmi, bo'lish, adyol, xullas hamma narsa bor ekan bu magazinda Shahlo. Hamma narsa bor. Keyingi uzun namoz o'qiyman deydigan apalarimiz uchun ro'mol ko'ylaklar ham bormi? Ro'mol ko'ryapman, to'g'ridan. Ro'mol o'rayman deydigan apalarimiz uchun mana qaranglar. Ro'mol xohlagan turdagi ro'mollaringni topish mumkin. Rossiyada shu narsa qiyin-da. Asosan hamma narsa bor bu yerda. Kiyibga kiyaman deydigan apalarimiz uchun, ayollarimiz uchun qaranglar. Kiyibga xohlagan turdagisi bor. Mana bunaqangi komplekt, hamma narsasi bilan ham bor. Ko'rib turibsizlar, komplekt. Sudani xullas hamma narsa topasiz. Choynak, qozon, xullas yo'q narsani o'zi yo'q pasodadan. Kelib bemalol boshqa joydan qimmatiga olmanglar. Kapkur deysizmi, qoshiq, xullas hamma narsa bor-da bu yerda. Matras kerak bo'lsa, adyol mana. Podarочный adyollar, mana bunaqangi matraslar, podadanliklar, gilam ham bor ekan, Gilam ham bor. Bizda metrajli gilamlar ham bor. Xohlagan razmeringizda, xohlagan uyini o'lchab kelsa kesib berishadi. Uyingizni o'lchab kelsangiz, xohlagan razmeringizga kesib berishlari mumkin. Qaranglar aka. Mana. Ko'ryapganlaringdek, xohlagan razmeringizga kesib beradi. Gilam. Assalomu alaykum. Apalar yaxshimisizlar? Charchaganlaring yo'qmi?
Qaranglar, gilamlarimiz. Apajon, magazin arzonmikan? Arzon ekan. Arzon qayerdansiz apajon? Ha? Qirg'izistondanmisiz? Ha, Qirg'izistonliklarga biz video olyapmiz, nima deysiz? Salom yo'llaysizmi onajon? Ha, Qirg'izim bor, Qirg'izistondagilarga, Jashanga, Moskvada jashan qirg'izlari bariga salom. Ismingiz nima? Hanipaxon. Anipaxon, ilon yuzlarga kiring. Nima gilam olyapsizmi? Men klyonkali o'tirdim. Klyonka, uyga. Skater. Ha, dastur arzonmi haqiqatan ham? Biz videolarimiz prosta arzon desak, haqiqatan ham kiysak qimmat bo'lib chiqmasin, arzonmi? Yo'q, arzon. Boshqa magazinlardan arzon ha? Arzonga sho'g'alaymi? Rahmat sizlarga. Jashaymiz kundalar kelamiz. Har kun shu. Har kun shu yerda futbolkalar arzon 192. 190 ha? 190 futbolkalarni oldi Qirg'izistonga jo'natdi. Qirg'izistonga ham jo'natdilar ya. Ha, jo'natib jetishib уже kiyib oldilar. Ne, dostavka 10 kunda. 10 kun, ha? Salasin 10 kunda уже tayyor kiyildi. Rahmat sizlarga. Xo'p, kela qaranglar, farzandi bilan kelganlar. Juda arzon, beroq kelinglar. Akalar, mana bu shok xabari qaranglar. 450 650 rubldan 450 rublga tushdi mana bu narsalarimiz qaranglar. 450 rubl, xohlagan sivet, xohlagan rang, hammasini terib olasiz. Farzandi bilan kelgan akalarimizga qaranglar. Modnan jobchalar. Qaranglar. Bu tarafga shunday kelasizlar. Akalar. Shunday kelaverasizlar, xohlagan tur. Narxini bitta ko'raylik-da. 150 rubl. 150 rublga nima beradi hozir qaranglar. Narxlarni. Xullas, akalar opalar. Akalarimiz uchun endi qaranglar. Shortinglar. 440 rubldan mana shu rat polni 440 rubldan shortinglarimiz. Mana. Narx hammasi 440 bo'lgan. Skidka. Ko'rib turganlarga aytdim, jins short kiyaman deydigan akalarimiz uchun. Vivrni qaranglar. Bu tarafga futbolka 350 rubldan xohlagan sivet, xohlagan rang, hamma narsani terib olasizlar. Mana bu tarafdan. Bu tarafga o'tsalaring 450 rubl. Bunaqa o'tasizlar 290 rubl. Qaranglar. 1 rat 290, 2 rat 290. 3-chi rat 150 rubldan boshlanadi. Xullas hamma narsa bor, aka opalar. Shoshilamiz, Moskvada yurgan tanishlarga videomizni tashlab qo'yasizlar. Qaranglar, metroni qayerdamiz? Shahlo adresi nima bu yerdiki? Prospekt Verdanskого 7-vahidda. Qarang, magazinimiz Silk Voron